Ay xotinjonim, bitta romantika qilaylik. Biyrakki qani? Adasi yetmang. Nimaga yetmayman? Ko'taraman dedim, ko'taraman xotin. Ha, beringiz og'rib qoladi lekin aytam bo'ling. Hech qayramam og'rimaydi. Ketaman. Men siz aytdim, romantika qilmang deb. Ana romansiz egri bo'ldi. Yuring oldiman tushingingda. Men kasbingiz, bel og'rashingiz jonima tegdi. Nima qilay xay? Men aytgan joy borasiz, siz o'zingizlar kutib oladi. Tushundingizmi? Boring tez. Tezroq boring. Alo, ha xotin. Men keldim Sitoray Mahosa sanatoriyasiga. Hech kim kelgan yo'q, Kubira. Be. Musa aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xotiningiz aytib qo'yganlar, biz sizni kutib o'tiramiz. Keling. Serios, ag'a yuring qay bo'ladi. Keling qani tortilmay qani? Mana shu xona sizniki. Qanay, xonamiz yo'qdimi? Ha, zer xonalar zer. Hech tortilmay. Yangam to'lovlarni qilib qo'yganlar. Bemalol joylash. Xotin to'lab qo'ygan pulni. To'lab qo'ygan. Ha, bo'l, tamom. Bo'lmasa men yotoqxonaga o'taman. Ha, yotoqxonangiz yo'qda. Xotin! Ha? Kebera, ana endi sen bilan men romantika qilaman. Yana boshladim shu erkak. Gullasanga romantika qilamizmi? Yana ko'tarmoqchimisiz? Menga qara, endi senga qo'shib momani ham ko'taraman. Mani bellarim qimirlashga qara. Men vaqti chap qolmaydim endi xotin. Siz bir haftadan ot tepa neshakda yetibdilar-ku? Menga qara, sen uzatgan boki joy, ana Sitoray Mahosa. Vaqti shikala joy ekan. Unda aytib bering qani? Yuri. Xotin, Sitoray Mahosaga men uzatding-ku. Aha. Vaqti men maza qildim-da, bir hafta u yoqda bor-ku. Hey! Qaytadan tug'ilgandek bo'ldi. Borganimdan tabiiy usulda davolashni boshlashdi. Bel uchun chet eldan keltirilgan apparatlar, oyoqdagi bo'g'im og'riqlarini olish uchun Germaniyadan keltirilgan apparat. Undan tashqari elektrический apparatlar juda ham zo'r ekan. Undan tashqari o'zlarining tabiiy tuz g'orida davolash usullari ham bor ekan. Undan tashqari jismoniy mashqlar uchun zamonaviy texnikalar ham mavjud. Eng mo'jizaviy tarafi 1100 metr chuqurlikdan chiqadigan shifobaxsh suvni aytmaysizmi? Ovqatlariga ham vobshe gap bo'lishi mumkin emas. 3 mahal ovqat. U yerda davolashdan tashqari madaniy hordiq chiqarish uchun bilyard stol deysizmi, tennis stol deysizmi, shaxmat, shashka, barcha turdagi har xil o'yinlar bor. Undan tashqari har kuni kechqurun mana shunday ko'rinishdagi gala konsertlar bo'ladi. Voy, mazza qilib o'ynadik-da o'zi ham. Maza qilib keldingiz, ha? Ha, maza. Bel yaxshi bo'ldimi? Bel zo'r xotin. Unda turinglar qarang. Endi men dam olib kelaman. Sitoray Mahosada.